Selamünaleyküm. Hazır növbətdə maşinimiz Damaz oldu. Damaza tonirovka xizmatlarini qildik. 120lik Sumbolog firmasından tonirovkalarni urib beryapmiz. Shakldan qiymat bermasa, endi seramiz. Laminatsiya ishlarini qilib beryapmiz eshiklarni. Laminatsiya, eldinki laboya, gök laboya qo'ydik. O'zi egasini gök laboya qadagan. Şu anda xizmatlarni qilib berdik. Sizin fikriniz ne oldu? Yaptı mı hizmetleriniz? Yo'qim yaxshi, boshda kelganda oq o'ynadi o'zi, keyin tonirovkadan keyin boshqa oldu. Ham sizlarni bu xizmatingizni ham qilmoqman. Bugün ham borib ham xizmat ko'rsatish bor ekan. Yana masalan dam olish bo'ladi, ish bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bizni instrumentlaringiz bilan borib, uydan xizmat ko'rsatamiz. Menimcha boshqa ustaxonalarda unday yo'q. Bizlar shunday olanda borib ham xizmat ko'rsataveramiz. Uyingiz borib, ustaxonada bo'lsa, ustaxonaga borib ham xizmat ko'rsatib, tonirovkadan urib, shunday ketaveramiz. Laminatsiya Xizmatda ko'nglimiz to'ldi, rahmatga. kelaverasiz. Rahmat. Yana Boshqalar ham taklif qilib qolaman. Telefon telefonlara murojaat qilaverasiz. Telefon qabul.